Qanday qilib internetdagi mashhur AI videolarni yasash mumkin? Odiljon Tech kanaliga obuna bo'lib qo'ying. Hozir o'rgataman. Qani ketdik. Birinchi ChatGPT saytiga kirib olamiz. Va men bergan promptlarni yozamiz. Agar bu rasmni o'zgartirmoqchi bo'lsanglar, boshqa xona ham moslab, mana promptni qo'ysanglar o'zgartirib beradi. Promptni qo'yamiz. Rasm tayyorlashini ozgina kutamiz. Promptni olib tayyorlab turamiz. Rasm katta formatda qildi. Hozir bizga 9 ga 16 format kerak, sababi Instagramga ko'p kishi qo'ymoqchi bo'lsa. 916 format ga qilib ber deymiz. Ikkinchi promptni tayyorlab turamiz. Telegram kanal, YouTube kanalining biosida joylashgan. Ikkinchi prompt, endi uchinchi prompt. Endi uchinchi rasmga yuboramiz promptini. Shu payt to'rtinchi rasm promptini olamiz. Keyin to'rtinchi rasm chiqqandan keyin ishimiz video taxlash bilan boshlanadi. Birin-ketin bularni yuklaymiz. Yuklandi. Hozir uchinchisini kutamiz. Hozir bular taxib turguncha Google Flow saytiga kiramiz. Google Flow mana Google Labs deb chiqdi. Shunga kiramiz. Create with Flow deb bosamiz. Va daliyani bosamiz. Pastga tushib, продолжить deb bosamiz. Mana ochildi. Endi to'rtinchi rasmni ham yuborib qo'yaylik. Promptini. Uchinchi rasmni ham yuklab qo'yamiz. Soздать proyekt bosamiz. Video pa описание bizga kerak emas. Video pa kadrim kerak. Buning uchun Telegramdan kirib video uchun promptlar degan bo'limdan mana image 1 dan image 2 ga o'tish uchun promptni qo'yib olamiz. Va birinchi rasmni qo'yamiz. Buni bemalol telefonda ham qilishingiz mumkin. Biz pa gorizontaldan hozir buni pa vertikalga o'tkazamiz. Bizga shorts variant kerak. Kadrat и сохранить deb bosamiz. Ikkinchi rasmni ham olamiz. Kadrat и сохранить. Rasm tayyor, to'rtinchi rasm ham tayyor qo'yaman. Mana to'rtinchi rasm. Ungacha uchinchi rasm degan taxlab qo'yamiz. Спросит uchinchi rasmni yuklab olaylik. Kadrat и сохранить. Endi to'rtinchi rasmni yuklaymiz. To'rtinchi rasmni ham bu yerga qo'yamiz. Buni kadrat и сохранить qilamiz. Endi hozir ikkinchi rasmdan uchinchi rasmga o'tishini qilamiz. Bu kerak emas. Bizga ikkinchi kadr kerak bo'ladi.
Bugungi videomiz tayyor bo'ldi. Birinchi rasm kerak hozir bu. Mana bu rasmni turaylik. Bu rasmni olganimizdan keyin endi 3-rasmni olamiz. 3-rasm. Mana video uchun prompt. Endi bunisini yuboramiz. Endi mana promptni, mana oxirgi prompt. Birinchi videomiz tayyor. Buni yuklashga jo'natamiz. Yaxshi holatda chiqdi. Mana oxirgi videomiz ham tayyor bo'ldi. Endi natijasini ko'ramiz. Video natijalari juda zo'r chiqdi. Endi buni so'rashingiz mumkin, qanday hammasini bitta video qilamiz deyishingiz mumkin. Bu videolarni yuklab olib, CapCut приложениесida buni birlashtirib chiqsak bo'ladi bemalol. Darsimiz tugadi. Menga obuna bo'lib qo'ying. Shunaqa videolar chiqish uchun bitta like tugmachasini ham bosib qo'ying. Kommentariyada yozib qoldiring. Bundan keyin qanaqa trend videolarni o'rgatay.